Hozir ha. Mana shu zarilmidi 5 ta urish shartmidi hozir ha? Meni mana shu narsaga aralashtirishma dedim-a. Hatto shu o'yinga aralashtirishma dedim, bab aralashtir. Ronaldo qani? Qani Ronaldo? Ey, chachinga tushibdi. Ey, kiribirdan o'tyapsan, ey, oyog'ingni uyushtirib zarilmi senga? Ey, ashincha bolayni quchog'ingga olib o'tirsang olmaydimi? Mana shu Jahon Zemadini ko'rib televizorda. Sen bola tuzlig'ingga tupurding, bilib qo'y. Bilib qo'y. O'zbeklar o'zinikidek ko'rardi seni. Sen yaxshi ish qilmading. Qisqasi akalar, hech ham siqilish olmas. Ey, nima bu hayotga siqilganiga yammisizlar sizlar? O'yin uchun 5 ta gol. Zo'r yedi-ku zato. Yaxshi, chiroyli gollar yedi-ku, to'g'rimi? Baballashib qoldim, mayli, peshonam shu ekan. Chiqib. Nima baqirishyapti? Nima baqir? Chiqinglar, turinglar. Ye? Biz tushimizdan oldin bir turib qo'ysizlar-ku. Ha, mayli, bosinglar. Biz tushishimizgacha bir turib qo'yishdi pa. O'ynaveramiz biz bolalar. O'ynaveramiz. Hamma o'zbek harakat qilib. Men mashitdan seriyoz uylashaman. Mashitdan boshlang. To'g'ri, boshlang. Qancha gol kerak? Qani? Ronaldo. Nechta gol kerak senga? Ha? Mashitga full qo'yib bersam, mana mashitdan shtrafni qo'yib bersam, tepib olasanmi? 5 marta. Ha? Urolmading, boshqatdan qo'yib beraman. Yana bitta shans. Sen boshqa narsani bilmaysan istamaysan. Mashinadan deb mana ko'raylik kuchingizni. Xohlasang 3 dan kelib olib, chemaladi yosh kunini yoqilib kirib ko'maysan nada. Ashna qilib tep aldab. Qani? Bol. Bugunga yetadi senga, yetadi. Ko'p qo'yib bersam ham bo'lmaydi. Bo'ldi, o'yinni boshlaymiz. Bo'ldi. Endi haqiqiy o'yin. O'zbeklar bosinglar. Penalti bo'lardi hozir, mayli, xo'p. Davay, jigar, davay. Voy. Yiqitishganini ko'rishdingmi? 2 kishi qisib qoldi oradan. Bu penalti. Shomurodov jigar, maktabda biyog'atlar, bitta o'zida tikvarinchi qani? Ha. Bos. Men nima dedim? Maktabga dedimmi? Mana obi. Velit gol. Ye beydilar. Biz уже comeback is on. Ko'rdinglarmi? Ha, Portugallar. Achishyaptimi? Ha, bu referi boshqacharoq referi ekan. Men Ronaldo, nima deysiz, jigarim? Boshlaylar. Ketdi. Choldi foul sariq senga. Men gapingni burishtirma, yo'qol. Sariq senga. Bular hujumda, demak to'xtanglar. 51-daqiqa. Bo'ldi. Portugaliya hujumdami? Birinchi taym tugadi. Ikkinchi taymga chiqamiz. O'zbekiston sal qoldi. G'alata to'sib oldi-da, bo'lmasam yomon qilardi. Ketdi. Yo'q, nima yotibdi menda? Voy, tuzyimisiz? To'xtanglar. Penalti. O'yinchi nimaga to'palatib qo'yibsizlar? Penalti. Chap tomon. G'alatal o'la, seni aldadikmi biz? Chap tomonga desam, chap tomonga tepadi deb o'yladingmi? Battar bo'l. Jigarim. Ana qilsa 10 kishi bo'lib o'ynayapmiz, tursangiz yaxshi bo'lardi. Bir marta o'xshayapti desam, yana yotib olmang, turing. Ana hujumga ketyapmiz. Gol.